Aziz o'g'il qizlarim, sizlar O'zbekiston tarixiga oltin harflar bilan yozilayotgan buyuk ishlarni amalga oshirishga qodirsizlar. Fursat borida otni qamchilang. Dunyoga o'z so'zlaringni aytinglar. Baxt va omad doimo sizlarga yor bo'lsin. And the winner is Presidential School in Tashkent. Betakror yurtimizda barqaror jamiyatni va bardavom taraqqiyotni ta'minlash barchamizning bosh maqsadimiz deb shior qilib olsak, marra bizniki bo'ladi. Muammodan muvaffaqiyatga intilishimiz kerak. Yangi O'zbekiston yoshlari nimaga qodir ekanini yana bir marta namoyon etdilar, mani farzandlarim. Bizning eng katta qudratli resursimiz, rezervimiz sizlar, shuni bilinglar. Hozirgi vaqt qushini ushlab olsalaring, kelajak marra sizlardiki. Menga nima savollaring bor? Nima taklif? Marhamat. Hammalaring bilan tushadi. G'oyalar ko'p, niyatlar ko'p, internet ochiq, dunyo ochiq, yaxshi yashashga, yaxshi bo'lishga, qahramon bo'lib parvoz qilishga tayyorsizlar. Har tomonlama erkin, ozod va farovon yashayotgan yangi O'zbekistonni hamda 3-renessansni bunyodkorlari sizlar. Garvardga o'qish bu tasavvurimizda bormidi bir paytlar? Yoshlarga katta sovg'a Muhammad al-Xorazmiy degan yangi Xorazmda universitetga qoldiradi. Uzbekistan's youth are stepping up. We are using digital tools to raise awareness, challenge stigma and support one another. O'qinglar, intilinglar, marra sizlardagi, kelajak sizlardagi. Ham parlamentda sizlar mustahkam zamin yaratyapsizlar va senatda ham. Millat qizlarining baxtiga hamisha sog' bo'ling otajon. Fidoyi, bilimli, zukko va vatanparvar o'g'il qizlarimiz barchaga namuna bo'lishlari kerak. Hech qachon unutmanglar. Adolat bir narsada, ta'limda, intilishda, bilimda. Qayerga bormasam, nima uchun yoshlar bilan ko'proq uchrashaman? Men o'zimga juda katta kuch-qudrat olaman sizlardan. Sizlar mana shunday kuch-qudrat egasisizlar. Faqat oldinga, faqat jonajon vatanimizni manfaati uchun harakat qilamiz. Biz kechagidan bugun ko'proq o'qishimiz kerak. Kuch sizlarning qo'llaringda.